Uchqo'rg'on tumanida kichik va o'rta biznes vakillari bilan navbatdagi ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Unda soliq qo'mitasi rahbariyati ishtirok etib, tadbirkorlar faoliyatida uchrayotgan muammolar va takliflarni o'rgandilar. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Kichik va o'rta biznes har qanday mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining asosiy tayanchi hisoblanadi. Mamlakatimizda mazkur sohaga bo'lgan e'tibor ortib, tadbirkorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Soliq imtiyozlari, moliyaviy ko'maklar, qonunchilikdagi yengilliklar va byurokratik to'siqlarni qisqartirish kabi choralar kichik biznesning rivojiga xizmat qilmoqda. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirishga keng imkoniyat yaratmoqda. Uchqo'rg'on, Uychi, Norin tuman tadbirkorlar uchun tashkil etilgan muloqotda soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari ishtirok etib, kichik va o'rta biznes vakillari bilan ochiq muloqotda bo'ldi. Dastlab soliq qonunchiligidagi yangiliklar xususida so'z bordi. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, imtiyoz va preferiensiyalar haqida batafsil axborot berildi. So'ng tadbirkorlar o'z faoliyatida uchrayotgan muammolar, soliq yuklamasi, hisobotlar taqdim etish tartibi hamda qo'llab-quvvatlash choralari haqida o'z fikr-mulohazalarini bayon etishdi. Mutasaddilar har bir masala yuzasidan javob berib, ochiqlik va shaffoflik tamoyillari asosida tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatishga tayyor ekanini ta'kidladi. Namangan viloyat soliq boshqarmasi tomonidan Uchqo'rg'on tumanida seminar tashkil etildi. Unda Respublika soliq qo'mitasidan ishtirok etdilar. Aniq savol-javoblar bo'ldi. Men o'zim Uchqo'rg'on tekstil MCJning bosh hisobchisi bo'lib ishlayman. Meni masalam bo'yicha ikkita savol bor edi. 20 ming tadbirkor, 500 ming ishchi o'rin, unga bo'lingan imtiyozlar va NDS to'lovlar bo'yicha imtiyozlar. Shu bo'yicha aniq savollarga javob oldim. Mutaxassislar tomonidan menga javoblar berildi va undan keyin 10 kun muhlat olib, ular menga aloqaga chiqib, masalani yechishga va'da berishdi. Shunaqa uchrashuvlar ko'plab bo'lib tursa, hisobchi va tadbirkorlar tomonidan tushunmagan qonunchiliklarda hamma tushunchaga ega bo'ladi va soliqni nimaga to'layotganligi, qanaqa imtiyozlar borligini tushunchaga keng miqyosda ega bo'ladi. Muloqot ochiq va konstruktiv ruhda o'tdi. Albatta, bunday uchrashuvlar biznes muhitini yaxshilash, ishbilarmonlik faoliyatini kengaytirish va iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbir davomida faol tadbirkorlar turli nominatsiyalar bo'yicha viloyat soliq boshqarmasining tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Namangan viloyat soliq boshqarmasi tomonidan har hafta hududlarda, viloyat hududlarida kichik va o'rta biznes subyektlari bilan uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Maqsad 2025-yilga mo'ljallangan soliq byudjet siyosatining asosiy konsepsiya va tamoyillari, xususan soliq sohasidagi, soliq ma'muriyatchiligi sohasidagi o'zgarishlarni tadbirkorlarga yetkazib berish, tadbirkorlik subyektlarida mavjud muammo va takliflarni joyida hal qilish va takliflarni inobatga olish. Xususan bugun Uchqo'rg'on tumanida ham ana shunday uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bunda Uychi va Norin tuman tadbirkorlik subyektlari ham ishtirok etdi. Uchrashuv ancha erkin tarzda o'tkazildi. Intizomli soliq to'lovchi, faol soliq to'lovchi, eng ko'p ish o'rni yaratgan tadbirkorlik subyektlariga soliq boshqarmasining esdalik sovg'alaridan taqdirlandi. Bu kabi uchrashuvlar tadbirkorlarni samarali faoliyat olib borishi, muammolariga ijobiy yechim topishga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatli. Yakunda bu kabi tadbirlarni viloyat soliq boshqarmasi tomonidan muntazam ravishda o'tkazib borishga kelishib olindi.